Bir yigit uylanibdi. Otasi yangi oilani muborakbod qilish uchun unikiga mehmonga boribdi. Biroz suhbatdan so'ng ota o'g'lidan oq qog'oz, qalam va o'chirg'ich keltirishni so'rabdi. Yigit hayron bo'lib topib kelibdi. Otasi uning oldiga qog'oz bilan qalamni qo'yib yozishni buyuribdi. Yigit yozibdi, so'ngra otasini yozganlarini o'chirishni buyuribdi. Otasi unga bir necha marotaba yozdirib, yana qaytadan o'chirtiraveribdi. Yigit bir necha marta yozib o'chirgandan keyin toqati toq bo'lib, "Otajon, aytsangiz-chi, nega bunday qilyapsiz?" deb so'rabdi. Nihoyat ota bu imtihonning hikmatini tushuntirib beribdi. "O'g'lim, yangi qurilgan oila ham bir varaq oppoq qog'ozning xuddi o'zi. Turmushda har xil yaxshi, yomon gap so'zlar bo'lib turadi, chunki inson ojiz, ba'zan tilini tiya olmay qoladi. Ana shunda bu varaqqa har xil narsalar yozilib qoladi. Agar xotinning qalbida kechirim deb atalgan o'chirg'ich bo'lmasa, bu varaq ko'ngilsiz narsalarga to'lib ketadi. Shuning uchun orada bo'lib o'tgan gap so'zlarni darhol kechirib, turmush sahifasidan o'chirib turish kerak. Ana shunda oilang sahifasi doimo oppoq, top-toza bo'ladi" deb javob beribdi.